Assalomu alaykum. Iqtisod haqida o'qiyotgan edik. 3-videomiz inshaalloh. Bismillah. 3-nukta sobiq 2-nuktada quvvai zoiqa kapıcıdır dedik. Oldingi 2-nuktada tilni, yani quvvai zoiqa aslida ta'mni sezish tuyg'usi deb ag'dariladi. Asl lug'aviy ma'no shunday, lekin bu yerdagi qasd qilinayotgan tildir aslida. Shuning uchun til deb aytib ketaveraman. Yani til bir eshikchi deb aytgan edik deydi. Eslaringda bo'lsa, 2-nuktada tilni eshikchiga o'xshatgan edi. Insonning vujudi bir qasr, til eshikchi, me'da bo'lsa, oshqozonda esa bir sultonga yoki bir hokimga o'xshatgan edi. Hokimga o'xshatgan edi. Ya'ni vujudga oziq-ovqat yetkazish nuqtai nazaridan vujudning markazi oshqozon bo'lganligi uchun uni bir hokim tarzida bizga tasvirlagan edi. Va ovqat kiradigan joy bu og'iz va til bo'lganligi uchun, shu til tekshirib kirgizadigan joy bo'lganligi uchun tilni bir eshikchiga o'xshatgan edi. Shu aytadiki, oldingi nuktada tilni eshikchi deb aytgan edik deydi. Ha, evet, ehli gaflet ve ruhen terakki etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Ha, ehli gaflet. Bedeki ehli gaflet mavzu bilan aloqali bo'lgan jihati bor. Aslida gaflet ahli juda keng bir tushunchadir. Ya'ni ko'p ma'no ega bo'lgan tushuncha. Masalan, deylikki, masalan, ibodatga keladigan bo'lsak, tark ibodat qilganlar ham ahli g'aflat kiradi. Masalan, mavzu ibodat haqida bo'ladigan bo'lsa, ahli g'aflat degan so'z keladigan bo'lsa, u paytda ibodatni tark etganlar bo'ladi. Masalan, din, iymon haqida gap ketayotgan paytda, ahli g'aflat deyilgan paytda oxiratni o'ylamaydigan, Xudoni eslamaydigan degan ma'noga keladi ahli g'aflat degan paytda masalan. Endi bu yerda hozir iqtisod, taom, yeyish, ovqat haqida bo'lganligi uchun ahli g'aflat degan paytda shukurni eslamaydigan, shukur qilmaydigan yoki ne'matga, oziq-ovqatga ne'mat nazarla qaramaydigan degan ma'no bildiradi. Shuning uchun bu yerdagi ahli g'aflatning ma'nosi mavzu bilan aloqali bo'lgan jihati bor. Bu oziq-ovqatga ne'mat, bir ihson, bir hadiya nazarla qaramaydiganlar va shukur qilmaydiganlar, berganni eslamaydiganlar degan ma'noga keladi. Evet, ha, ahli g'aflat va ruhan taraqqiy etmaganlar. Ruhan taraqqiy etmaganlar, yuksalmaganlar. Faqat jism darajasida qolib ketganlar. Faqat yeyish, ichish, kun ko'rish bilan cheklanib qolgan insonlar degan ma'noni bildiradi. Ruhi taraqqiy etmagan, faqat jasad darajasida qolib ketgan. Ruhan taraqqiy etmagan va shukr maslagida, shukr yo'lida ileri gitmeyen degan, bu ham taraqqiy etmagan, ilg'ori ketmagan degan ma'no bildiradi. O'zbek tilida, adabiy tilda ilg'ori degan narsa bor. Oldinga qarab yurish, taraqqiy etish degan ma'no keladi. Shukr masalasida ham, maslagida ham taraqqiy etmagan insonlar uchun bir oddiy eshikchi hukmidadir. Onun telezzüzü hatırı için israfata ve bir dereceden 10 derece fiyata çıkmamak gerektir. Ana şu eşikçinin lezzet alışı için, tilinin lezzet için israfgarchilikka ve bir dereceden 10 derece narxga chiqmaslik kerak deydi. İkinci nuktada bunu bayon qilgan edi. Shuning uchun bu yerda ko'p izoh qilmayapti. Yani bir luqma var. Qiymati 1 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi luqma var. Shirin bo'lganligi uchun 10 hissa qimmatroq bo'ladi. Shuning uchun aytibdiki, shirin birgina lazzat uchun xarajatni 1dan 10ga chiqarmaslik kerak deyapti. Bir lazzat uchun, ya'ni xarajatni 1dan 10ga chiqarmaslik kerak deyapti. Faqat lekin haqiqiy ehli shukrun, ehli hakikatın, ehli kalbin quvvai zoiqasi 6. sözde muvazenede beyan edildiği gibi kuvve-i zayikası rahmeti ilahiyenin matbahlarına bir nazır ve bir müfettiş hükmündedir.
Lekin deydi, oldingi videoda aytgan edim. Masalan, ikkinchi nuqtani o'qib bo'lganimizdan keyin bunday yuzaga qaragan paytda go'yoki muallif shirin narsalarni, lazzatli va mazali narsalarni yemaslik kerak deganga keltirayotganga o'xshaydi. Go'yoki. Chunki isrof qilmaslik kerak, lazzat uchun qimmat narsalarni olmaslik kerak, xarajatni birdan o'ngga chiqarmaslik kerak degan so'zlar bor edi. Shuni bir eshitib qolgan odam buni bunday xulosa kelib qolishi mumkin edi. Masalan, shunda biz endi lazzatli narsalarni yemaymizmi endi? Masalan, shirin narsalar bor, ular hammasi qimmat, endi yemasligimiz kerakmi? Degan o'yga kelib qolishi mumkin. Shunga inshaalloh keyingi videomizda shunga javob beramiz degan edim. Mana shu javobiga keldik masalan. Ya'ni shirin va lazzatli narsalar qachon yeyiladi? Kimlar yeyiladi? Shunga kelyapti. Lekin haqiqiy ahli shukrning, ya'ni haqiqiy ahli shukr, ya'ni men ham shukr qilaman, men ham alhamdulillah deb aytaman degan kifoya emas. Bu yerda muallif haqiqiy bilan shukr qiluvchilarni ikkiga bo'lib tashlayapti. Shukr qiluvchilar ko'p, lekin haqiqiylari az. Shuning uchun haqiqiy ahli shukr, ya'ni hamma ham shukr qilyapman, men shukr aytaman, alhamdulillah deb aytaman, Xudoga shukr deb aytaman degan u tilda aytish mumkin. Lekin idrok etib, qalban, fikran, aqlan uni tushunib, anglab aytish hammaga nasib qilavermaydi. Shuning uchun haqiqiy bilan haqiqiy ahli shukrni elab tashlayapti, ikkiga bo'lib tashlayapti. Haqiqiylar juda ozdir. Haqiqiy ahli shukrning va ahli haqiqatning, haqiqat yo'lida har narsani haqiqatini biladigan, ya'ni mag'zini chaqadigan insonlarning va ahli qalbning, qalban taraqqiy etgan, qalbi harakatga kelgan, ana shunday ya'ni taraqqiy etgan insonlar, ma'nan, ruhan, qalban taraqqiy etgan insonlarning quvvat zayiqasi, ya'ni tili. 6 so'z degan mavzu bor edi, insonning a'zolarining haqiqiy vazifalari, ularning ustiga yuklangan xizmatlari haqida aytadi. Shudan 6 so'zdagi muvozanada ichidagi misollar bor. Bayon qilingani kabi quvvat zayiqa, ya'ni til, ana shu 6 so'zda til haqida ham aytilgan joyi bor. She'da aytganmiz deyapti, til rahmat ilohiyaning, ilohiy rahmatning oshxonasida bir nazoratchi, nozir degan qarab turuvchi. Ya'ni masalan oshxonalarda hozirgi kunda ayniqsa yaxshi taraqqiy etdi. Masalan, katta restoranlarda chef povur degan bo'ladi. Yoki degustatorlar bo'ladi. Ovqat pishgan paytda ta'mini ko'rib yuradi. Ta'mini ko'radi tag'in, mana masalan, "Bu yaxshi bo'libdi ekan, bu tuzi past ekan, mana shakar oz" deb masalan bir narsa aytib yuradi. Yoki mana sal pishmay qolibdi, yoki mana sal qovurib kerak deb ana shu ovqatlarning ta'mini ko'rib, shedagi oshxonada ovqatlarni qandaydir yo'naltirib ko'rib, nazorat qilib yuradigan birov bo'ladi. Shu tilning vazifasi asli shunaqa deyapti. Kimlar uchun? Kimlarning tillari? Haqiqiy ahli shukr, ahli haqiqat va ahli qalbning tili ilohiy rahmat oshxonasidagi, ya'ni yer yuzi bir oshxonada, katta bir oshxona. Unda har xil taomlar tizilgan va ana shu beda muallif yer yuzidagi noz-ne'matlar tuzilganligi uchun bir ilohiy rahmat oshxonasi o'xshatyapti. Yer yuzini, chunki yer yuzida qancha xil noz-ne'matlar bor, rizqlar bor. Endi bizning tilimiz shu orasida yurgan bir nozir va mufattish. Mufattish degan xuddi shu taftish qiluvchi, tekshiruvchi degan ma'no bildiradi. Tekshiruvchi. Ta'mlarni tekshirib, mazasini tekshirib, ko'rib, qarab yuradigan bir xizmatkorga o'xshatyapti. Ana shu hukmida deyapti. Ve o quvvet zayiqada taomlar adedince mizancıklarla nimet ilahinin envaını tartmak ve tanımak bir şükrün manevi suretinde cesede, mideye haber vermektir idi. Ve ana şu tilde taomlarning sonicha, ya'ni yer yuzida qancha xil taom bo'lsa, hammasining farqiga boradigan darajada, ya'ni shularning sonicha qancha xil ovqat bo'lsa, ana shularning sonicha mizancıklarla deydi. Mizancık degan asli o'lchaydigan narsalar. Endi hozirgi kunda ana sensor degan narsa bor-ku, his qiladigan narsalar. Sezadigan, his qiluvchi a'zolar. Mizancıklar degan shu. Asli sensor tildagi tam sezadigan sensorlar. Ana shunday sensorlar bilan
ta'mni sezadigan a'zolar bilan ilohiy ne'matning turini tortish, ya'ni o'lchash va tanish bir ma'naviy shukur tarzida jasadga, oshqozonga xabar berishdi deydi. Demakki, tilning vazifasi ne ekan? Yer yuzida qancha ovqat bo'lsa, ularning ta'mini tatib, his qilib, jasadga, oshqozonga xabar berish. Ya'ni masalan, tilimizga nordon narsa kirsa, bu nordonligini tilimiz bu xabarni oshqozonga beradi yoki vujud birini his qiladi. Endi biz o'zimiz anglab yetmasligimiz mumkin. Biroq yaqin paytda bu avtomatik turda, ya'ni bizning qatnashuvimizsiz Allohning hikmati shunday qilib qo'yganki, til buni insonning qatnashuvisiz oshqozonga, miyaga, vujudga xabar beradi. Masalan, sho'r narsa kirsa, bu sho'r deb xabar beradi. Vujud shunga tayyorlanadi, oshqozon ham shunga tayyorlanadi masalan. Ana shunday qilib yaratib qo'ygan. Demak, tilning vazifasi oshqozonga, vujudga xabar berish. Ana shunday vazifasi bor. İşte bu suratda quvvai zoyga, xullas mana shu tarzda til, ya'ni dam sezish tuyg'usi yalnız moddiy jasada bakmıyor. Demak, u faqatgina moddiy jasadga qaramaydi. Yani demak, bu yerda ma'naviy jihati ham bor. Balki qalbi, ruha, aqla dahi baktığı jihatlar midenin fevqinde hukmi var, makamı var edi. Balki qalbga, ruhga, aqlga ham qaraydigan jihat bilan oshqozonning ustida, ya'ni oshqozondan ham yuqoriroq bo'lgan bir hukmi var, maqomi var. Demakki, qalb, ruh, aql bilan aloqadorligi jihati bilan tilning, ya'ni til qalb bilan, ruh bilan, aql bilan aloqadorlik jihati bilan oshqozondan ham ustun maqomga ega bo'ladi deyapti. Yani oshqozondan ustun bo'lib qoladi avtomatik turda. Nega? Chunki undan buyuk bo'lgan a'zolar bilan ma'naviy ko'zga ko'rinmaydigan a'zolar bilan aloqasi bor. Ularga ham xizmat qiladigan jihati bor. Demak, bu bayog'i masalan beda qalb, ruh, aql deb aytayotgan bezamiz, chunki shukr, buni haqiqatni idrok etish, buning hammasi qalb, ruh, aql bilan aloqadordir. Ya'ni ichiga aql, ya'ni ne'matning ne'mat ekanini idrok etish, uni tafakkur etish, onun ne'mat tomonini ko'ra bilish, keyin uni shukrini ado etish, buning hammasi aql, ruh, qalb bilan aloqali bo'lgan muomalalardir. Endi ta'mning qanaqa ovqat yeyotganligini oshqozonga yetkazish u bir vazifa bo'lsa, undan ham ustunroq, undan ham muhimroq bo'lgan vazifa bor, u taomning lazzatlarini farq qilish. Chunki uning lazzatini arom olish. Arom olgan paytda aromdan kelib chiqadigan rohat bor. Rohatning orqasidagi ne'mat bor. Ne'matni ko'rib, ne'matni beruvchini eslash bor. Mana shu juda bir murakkab bo'lgan bir jarayon. Buni hammasini bu mana shu jarayonni qanday desam bo'ladi? Amalga oshiradigan, mana shu muomalada qatnashadigan qalb, ruh, aqldir. Mana shular bilan aloqali bo'lgan jihati bor tilning. Mana shunday. Bu yog'i tafakkur qilish, o'ylash, shukr qilish, ne'matni ne'mat deb bilish, keyin ne'matni beruvchini eslash, ya'ni mun'im haqiqiy ne'mat beruvchi Allohni eslash. Mana shu nuqtai nazardan, mana shunday vazifalarga xizmat qilish nuqtai nazardan til avtomatik turda oshqozondan ham ustun bo'lib qoladi, me'dadan ham ustun bo'ladi. Shuning uchun belgiladiki, oshqozondan ham ustun bo'lgan bir hukmi bor, maqomi bor. Chunki nihoyatda buyuk bir maqomda bo'lgan a'zolarga xizmat qilyapti til. Isrof etmamak shartiyle, mana asl ana shu o'tgan videoda qo'ygan savolimizning asl javobiga keldik. Ya'ni biz endi biz qanday paytda shirin narsalar yeyamiz? Qanaqa shartlar bilan yeyishimiz mumkin degan savolga javob berdi. Naqd javob. Isrof qilmaslik sharti bilan. Biz sırf vazife-i şükraniye yerine getirmek ve faqatgina ana shu shukr vazifasini ado etish uchun ve enva-ı niyam-ı ilahiyi hissedip tanımak kaydı ile ve ilahi nimetlerinin türlerini his qilib tanish sharti bilan. Demek birincisi israf qilmaslik. İkincisi
shukr vazifasini ado etish. Uchinchisi ilohiy ne'matlarning turlarini farq qilish, ya'ni ajratish. Shoshilmasdan tafakkur bilan yeyish sharti bilan va mashru olmak va halol bo'lish sharti bilan. Yeyotgan narsang ham halol bo'lish kerak va shu yeyotgan, ichayotgan narsangni olayotgan puling ham halol bo'lish kerak. Uning puli ham halol yo'lda kelgan bo'lish kerak va olgan narsang ham halol bo'lish sharti bilan. Ya'ni halol yo'lda kelgan bo'lish kerak. Mashru olmak, ya'ni shariatga muvofiq bo'lish. Ve zillet ve dilenciye vesile olmamak şartıyla. Zillet degan asli xorlik. Yani xor bo'lib izzatingni oyoq osti qilishingga sabab bo'lib qolmoq kerak. O shirin narsani yema deb obro'yingni, izzatingni, nomusingni oyoq osti qilmasliging kerak. Shu u narsalarni fido qilib borib yegan shirinliging u joiz emas, bo'lmaydi deyapti, arzimaydi deyapti. İnson izzatini himoya qilish kerak. Keyin diniy qadriyatlar bor masalan. Sen ibodatini tashlab qo'yib, shu shirin narsa yema deb Allohning oldida vazifani unutib qo'ymasdan kerak. U ham bir xorlikning bir turidir. Shuning uchun zillatga xorlikqa sabab bo'lmaslik kerak. Va tilanchilikka ma'naviy bedek tilanchilik deyapgani to'g'ri ma'noda emas. Balki majoziy, haqiqiy ma'noda majozda aytilyapti. Ya'ni eshikning oldiga chiqib yo'lda o'tirib tilanish emas. Balkim hayotda, ro'zg'orda, kundalikda insondan qo'liga qarab qolmaslik, birovdan bir narsa kutmaslik, ya'ni tamahgarlik deymiz-ku, tamahgarlik qilmaslik. Birovdan tekin narsa kelsa, oson yo'lda kelsa yoki ana shunday xullas birovda umidvor bo'lib, birovning qo'liga qarab, birovning cho'ntagiga qarab, birovning puliga qarab qolib, ana shunaqa bir umidda yashamaslik, ya'ni tilanchilik deyapgani shu. Bidagi ma'naviy tilanchilik, haqiqiy emas. Ana shu narsaga vasila bo'lmaslik sharti bilan. U paytda ana shunday mana shartlar bilan lazzatini takib edebilir. Ana paytda u lazzatni ketidan ketsa bo'ladi. Demak, birinchisi isrof qilmaslik, ikkinchisi shukrni ado etish, uchinchisi ilohiy ne'matlarning turlarini his qilib tanish, to'rtinchisi halol bo'lish, beshinchisi ar namus izzatingni oyoq osti qilmaslik sharti bilan. Beshinchisi dedik, oltinchisi tilanchilikka vasila bo'lmasi kerak. Mana shu olti narsa ado etilsa, bu 6 shart o'rinlansa, paytda lazzatli narsalarni istasang bo'ladi deyapti. Ve o kuvve-i zayikayı taşıyan lisanı ve ana shu damni his qiladigan tuyg'uga ega bo'lgan tilni shukurda iste'mol etmek için, shukurda qo'llanish uchun leziz taomlarni tercih edebilir. Shirin bo'lgan taomlarni tanlash mumkin. Masalan, oldingi nuktada aytgan edi, masalan, tuxum bor, dami uncha emas, keyin baklava bor dedi, baklava. Baklava tuxumga nisbatan shirinroq, lekin o'n esa qimmat. Aytyaptiki, sen agar tilingni shukurda qo'llanaman desang, shukurni ado etaman desang, haqiqiy ma'noda lekin u paytda qimmat narsani qimmat bo'lsa ham shirin narsani olsang bo'ladi, lekin mana shu shartlar, yuqoridagi shartlarni ado etish kerak. Isrofga ketib qolmaslik kerak. Ya'ni o'zing muhtoj bo'lib, ya'ni tilanadigan darajaga qolmas. Aytdi, tilanchilik, ya'ni sen eng oxirgi pulingga olmasliging kerak. Muhtoj bo'lib qolmasliging kerak. Ya'ni hammasi muvozanatli bo'lish kerak. Tepatenglik saqlanish kerak. Demak, isrof qilmaslik sharti bilan, shukr vazifasini ado etish sharti bilan, Allohning ne'matlarini tortish sharti bilan, shar'iy bo'lish, ya'ni halol bo'lish yo'li sharti bilan va zillatga, tilanchilikka sabab bo'lib qolmaslik sharti bilan shukur narsalarni, lazzatli bo'lgan narsalarni shukur uchun iste'mol qilish mumkin, deyapti. Bo'ladi deyapti. Demak, ya'ni sen sal qimmatroq bo'lish mumkin, lekin mana shu yuqorida atalgan hammasini aynalib kelganda xulosai kalom shukur kelib chiqadi hammasidan. Shukurni to'liq ado etadigan bo'lsang, unda ye deyapti. Bu haqiqatga ishorat eden bir hadise ve bir kerameti g'afsiye. Mana shu haqiqatga, mana shu 3-nuktada o'shigacha aytilgan haqiqat, ya'ni muallif bu narsani yetkazmoqchi bo'lyapti bizga. Yetkazmoqchi bo'layotgan ma'noga, haqiqatga ishorat qiladigan
ya'ni yaxshi tushuntirib yetkazadigan bir hodisa va bir karomati g'avsiya debdi. G'avsga oid bo'lgan bir karomat. Bir zaman Hazreti Gavs-ı Azam Şeyh-i Geylani'nin Kaddesallahu sırruhu terbiyesinde nazdar ve ihtiyarı bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. Şunu da koyasın hiç. Demek bir peytleri deydi Hazreti Gavs Abdülkadir Geylani Kaddesallahu sırruhu ning terbiyesinde büyük evliyadır. Karamatlar bilen meşhurdur. Özünün evliyalığı bilen, ilmi bilen, takvası bilen meşhur olan zat. Bilmegenler ki internetten tavıp okumasa boladı. Ana şu Abdülkadir Geylani'nin, ana şu büyük alimning, evliyanın terbiyesi de bir juda nazdar bo'lgan va qariya bo'lgan bir ayolning yalğız bir farzandi bor ekanmish. Shuni Abdulqadir Geylanining tarbiyasiga bergan ekanmish. Demak, yalğız o'g'lini bergan bir ayol kishi. Ayol kishining o'zi esa juda bir erka va o'zi yashi ham palanchaga kelgan ayol bo'lgan. Shuning farzandi Abdulqadir Geylanining tarbiyasida ekanmish. O muhterem ihtiyari, ana shu hurmatli bo'lgan qariya ayol gitmiş oğlunun hücresine. Yani oğlunu ko'rish uchun borgan. Oğlunun Abdulqadir Geylanining dargohida, hujrada yashayotgan bo'lsa, shu hujrasiga kirgan. Bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. Qarasaki oğlu bir parça qurib qolgan, yani suvi qochgan non deymiz u. Suvi qochgan non bilan, qatgan non bilan suv ichyapti. Şimdi su deb aytmasam, ma'lum ki qatqandan yeyapti. Oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan ana shu asli riyazat degan ko'p ma'no keladi. Bu yerda aytmoqchi bo'lgan ochlik bilan o'zini qiynash. Riyazatning turi ko'p. Masalan, uyqusizlik ham uyqudan o'zini qisish, o'zi nafsini qiynash. Ya'ni jismoniy lazzatlardan nafsni mahrum qoldirishku. Bunday aytganda, bizga tushunarli tilda aytganda, ana shu riyazat bo'lishlarining biri, masalan, ochlik bilan nafsni qiynash. Ana shu riyazatdan, ana shu ochlik tufayli zafiyatiyle o'zining azib ketgan, demakki, zaiflab ketgan. Zaifligi bilan validesining shafqatini jalb etmish, o'z onasining shafqatini uyg'otgan. Ona acımış, anası unga jon achib ketgan, ya'ni mehr uyg'onib ketgan. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şekva için gitmiş ki Abdülkadir Geylani'nin huzuruna şikayet qilish uchun chiqadi anası. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Qarasa ki Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyh kızartılgan bir tavuk yeyip deydi. Nazlarlığından demiş, ya üstad, benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yersin. Haligi ana aytibdi ki, ey ustaz, mening o'g'lim ochlikdan o'lyapti, sen bo'lsang tavuk yeb o'tiribsan bu yerda, deb shikoyat qilgan. Hazreti Gavs tavuğa demiş, Abdulqadir Geylani rahmetullohi alayhi degan ekanki, tavuqqa aytgan, yani yeb o'tirgan tavuqqa aytganki, qum bi iznillah, ya'ni Allohning izni bilan tur degan tavuqqa. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını muhtemet ve mevsup çok zatlardan Hazreti Gavs gibi keramat-ı harikaya mazhariyeti dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Ana şu pişken tavuqning suyakları yığılıp Allah'ın izniyle tur degan amirdan keyin haligi pishgan tavuqning suyaklari yig'ilib, to'planib, tavuq bo'lib, tavuqqa aylanib,
idishdan atilib chiqib ketganligi, sekirib chiqib ketganligi ishonarli, mo'tamad, ishonarli va mavsuq. Mavsuq ham asli ishonarli degan, ya'ni yolg'on gapirmaydigan degan ma'no keladi. Ya'ni so'zi hujjat degan ma'no keladi. Mavsuq so'zi hujjat bo'lgan ko'plagan zotlardan Hazrati G'avs kabi, Abdulqodir Geylani kabi ajoyib karomatlarga mazhariyati, ya'ni unda ko'p karomatlar ko'rinishi dunyoda mashhur bo'lgan bir zotning bir karomati o'laroq ma'naviy tavatur bilan, ya'ni har xil yo'llar bilan, ko'p yo'llar bilan mana shu voqea rivoyat qilingan ekan. Tavatur bilan naql etilmish, naql qilingan, yetib kelgan bizlargacha deyapti. Demak, bu karomati mashhur bo'lgan har bir olim o'zining tili bilan mana shu voqeani yetkazgan. Hazrati G'avs demish, endi albattaki ayolga yog'da karomatni ko'rsatgandan keyin tovuqning tirilib turib chiqib ketganligini ko'rgandan keyin ayol kishi yana hayron qolishi turgan gap. Shuning uchun Abdulqodir Geylani aytibdiki, rahmatullohi alayh, Hazrati G'avs aytgan ekanki ayolga, ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse o zaman o da tavuk yesin. Qachonki senin oğlun ham mana shu dereceye kelsa, ana o'sha payt u ham mana shunday tovuqni yesin. İşte Hazreti G'avs'ın bu emrinin ma'nosi shudirki, Abdulqodir Geylanining aytmoqchi bo'lgan so'zining ma'nosi shuki, qachonki senin oğlun ham ruhu cesedine, onun ruhu cesediga, qalbi nefsiga, aklı midesine, aklı esa midesiga hakim bo'lsa ve lezzetni shukur uchun istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir. O'sha payt shirin narsalarni yeyish mumkin. Demek ki qachonki sening o'g'ling mana shu 4 shartni ado etsa deyapti. Birinchisi, ruhi jasadiga hokim bo'lishi kerak. Ruhi ustun bo'lishi kerak. İnson faqatgina jasaddan iborat bo'lib qolmas kerak. Ruh chetda qolib ketmas kerak. İnson hayotida ruhi hokim bo'lishi kerak. Qalbi nafsiga hokim bo'lsa, aqli me'dasiga hokim bo'lsa, ya'ni xo'jayinlik qilsa, aqlining so'zi yurishi kerak. Oshqozonlik emas. Bizda ko'pincha oshqozonning so'zi yurib, aql chetda qolib ketadi. Ana shuni aytibdiki, ruh jasadga hokim bo'lsa, qalb nafsga hokim bo'lsa, aql oshqozonga, me'daga hokim bo'lsa, uchovi bo'ldimi? Lazzatni shukur uchun istasa. Shundan 4 bo'ldi. Ana o'sha payt shirin narsalarni yeyish mumkin deyapti. Ya'ni Abdulqodir Geylani aytmoqchi bo'lgani, men yeyapman, lekin bedaga mana shu 4'uni ham 4 shartni ham ado etyapman deb chiroyli qilib tushuntirgan qo'y. Ya'ni bu bilan xulosa qilish mumkinki, Abdulqodir Geylanining ruhi jasadiga hokimdir. Ya'ni ruhning so'zi yuradi jasadga nisbatan. Qalb nafsiga so'zni o'tkaza biladi. Ya'ni nafsi suskan, ya'ni jim bo'lgan qalbi so'laydi. Nafs uning oldida jim turadi demak. Qalb hokimdir, ruhi hokimdir va aqli hokimdir. Mana shu hokim 3 narsaga va yaqin paytda shukur uchun deyapti demakki u. Mana shu darajaga qachon kelsa deyapti, o'g'lim yeyish mumkin deyapti. Mana shu voqea bilan muallif bizga mana shu 3-nuqtada yetkazmoqchi bo'lgan ma'noni mana shu hikoya bilan bizga ifodalayapti. Demakki, shirin narsa yeyish man qilingan emas. Dinimizda, shariatimizda man qilingan emas, lekin uning shartlari bor. Ya'ni man qilinmagan degan so'z uni qilaversa bo'ladi degan emas, uning shartlari bor. Shu shartlar doirasida, shartlar ostida qilish mumkin. Buni bizga chiroyli qilib tushuntirib berdi muallif. Aytibdiki, 3 narsaga hokim bo'lsa va lazzatni shukur uchun istasang, marhamat deyapti, lazzatli narsalarni yeyishni mumkin deyapti. Valhamdulillahi robbil alamin.
kelgusi videoda uchrashguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.